Assalomu alaykum, sizlar bilan men Otabek Grant. Bugungi videomizda yangiliklar tarmog'ida 8lik bir kunimni ko'ramiz. Qani ketdik. Men hozir e'lonni qilishga harakat qilyapman, lekin qo'limdan kelmayapti. Chunki men yangiman, yangi kirdim. Obzonda video zapis yoqish esdan chiqib ketibdi, shunga aniq qilasizlar. Kechirasizlar. Unda qo'yardim. Tam boshlash uchun suhbat boshlandi. Bizning navigator 5-1 bo'ldi. Mana. Har bir e'lon uchun $150 maoshga qo'shiladi, u payda vaqti beriladi. Bu joyda suhbat bo'ladi. Bu joyda eng boy odamlarni ko'rsak bo'ladi. Endi biz parkovkasini obzor qilamiz. Qanday mashina borligini va nomlarini. Nomlarini uncha bilmayman lekin. Unda boshladik. Bu birinchi mashinamiz Kia K5. Ikkinchi mashinamiz ham Kia K5. 3, 4, 5, 6, 7, 8larni bilmayman nomini. Kim bilsa kommentariyaga yozib qoldirsin. Mana oilam ham bor, fraksiyam ham bor. Fraksiyada men lavozim oshish qilaman. Bu yerda efir bo'ladi. Bu yerda. Va mini plan bo'ladi. Ya'ni MP. Hammaga xayr, sizlar bilan Otabek bo'ldi.